Diqqat, bu video asl kontentning tarjima va dublyaj qilingan versiyasi. Men asl videoning egasi emasman. Barcha huquqlar Kambotga tegishli. Oftob chiqdi olamga, yugurib bordim xolamga. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Kambot, yangi videomga xush kelibsiz. Men hozir shunchaki xabarlarni tekshirib o'tirdim. Buni qaranglar, 3 kun oldin menga admin qanaqadir xabar jo'natibdi. Lekin men sezmabman ham-ku, lekin mayli, hozir sizlar bilan birga o'qib ko'ramiz. Xo'p, 3 kun oldin admindan kirib o'qib ko'ramiz endi. Bu xabar 13-qishloq jitillari uchun. Taxminan 3 kundan keyin qishloqqa tsunami kelishi ehtimoli bor. Tayyorlanib, undan himoyalaning. Nima? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu aniq admindan kelganmi? Bu hech qanaqa skam emasmi? Ha, buni rostdan ham admin jo'natibdi-ku. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nimaga buni vaqtliroq ko'rmadim? Do'stlar, endi nima qilaman? Bugun 3 kun o'tdi-ku endi. Bugun tsunami keladimi qishlog'imizga? Lekin biz hech narsa tayyorlamadik-ku. Hech bo'lmasa podvol qurmadik. Endi qanaqa qilib hammasiga ulguraman? To'xtanglar, bu ish qilib rostdanmi? Yana qaytadan tekshirib ko'rishim kerak. Ha, bu rost. Buni rostdan ham admin jo'natgan. Yo'q, men qanaqa qilib buni sezmadim? Nega bu xabarni oldinroq ko'rmadim? Do'stlar, men qo'rqib ketyapman. Hozir tsunami любой payt kelib qolishi mumkin. Masalan, hozir. Lekin men hech qanaqa bunker qurmadim-ku. Endi nima qilaman? O'yla. Nima qilishim kerak? Ha, bo'ldi, topdim. Men hozir jigarin jitildan yordam so'rayman. Jitil, eshikni och. U uyda yo'q-ku. Menga tezroq yordam kerak. Mayli, boshqa jitildan so'rayman. U har doim uyda bo'lardi-ku. Nega yo'q? Ha, mayli, eshikni och. Jitil, kim bor bu yerda? Yordam kerak menga. Yo'q, nega bu yoqda ham hech kim yo'q? Ha, mayli, merdan yordam so'rayman. Mer aniq bu haqida bilishi kerak. Mer adminning xabarini yo'q. Nega u ham uyda yo'q? Hamma qayoqqa ketdi? Buni qaranglar, ko'chada ham hech kim yo'q-ku. Nima? Bitta men berkinmasdan qolib ketdimmi? Do'stlar, buni qaranglar. Menimcha adminning xabarini hamma ko'rgan va o'zi berkinishga ketgan, lekin men bu yerda bitta o'zim qolib ketdim. Buni qaranglar, qishloqda bir o'zim qoldim. Endi nima qilaman? Bo'ldi, bilaman nima qilish kerakligini. Men o'zimga tezroq bunker qurishim kerak. Mana bu yoqda narsalar bor. Lapatga bor bu yerda bloklar va qani hamma narsa? Men tushunmadim, nega bu yerda hech narsa yo'q? Hamma narsa bo'lishi kerak-ku, do'stlar. Skladda hech narsa yo'q, kirka ham, bolda ham, bloklar ham yo'q hech bo'lmasa. Mencha jitillar bunkerga bekinganda hamma narsani o'zligi bilan olib ketishgan, juda ham yaxshi. Endi menda hech narsa yo'q. Endi nima qilaman? Do'stlar, uyimga berkinsammikan? Lekin yo'q, tsunamida uyim aniq yopilib ketadi. Menimcha chuqurroq joyga qazib kirib olishim kerak. Ha, topdim, quduqning ichiga tushib olaman. Do'stlar, quduqdagi suv qani? Do'stlar, juda ham ajoyib. Suv ham qayoqqadir ketib qoldi shu paytda. Bilmayman endi nima qilaman. Suv ham yo'q, blok ham yo'q, hech narsa yo'q. Endi qayoqqa berkinaman? Kapot, sen bu yerda nima qolsan hali ham? Hozir tsunami keladi-ku. Nima? Jitil, sen qanaqa qilib quduqning ustida turibsan? Bu nima bu? Nima bo'lishi mumkin? Kapot, bu ko'rinib turibdi-ku, axir bu lift. Qani tezroq kir, bo'ldi. Yo'q, to'xta, lekin bu quduqda lift nima qilyapti? Men nima bo'lyapti o'zi? Qanaqa jinnicha kun bo'lyapti? Kapot, nima sen bilmaysanmi? Hozir bizga katta tsunami kelyapti-ku. Ha, men bu haqida hozirgina bildim. Men esa bu haqida taxminan 3 kun oldin bilganman va hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Qanaqa tayyorlanding? Nima, quduqqa lift o'rnatibmi? Nima, sen hali ham tushunmadingmi? Nima deb o'ylaysan bu lift qayoqqa boradi? To'xtachi, nima, sen pastga bunker qurdingmi? Yo'q, Kapot, undan ham yaxshiroq. Nima, bu bizani tsunamidan saqlab qoladimi? Ha, albatta, Kapot, o'sha butun qishloq pastda bitta sen qolib ketgansan. Pochtani tekshirib turish kerak edi. Ha, tan olaman, o'zim ham bilmayman uni qanaqa qilib sezmaganimni. Mayli, men hozir hamma narsalarimni olib kelaman. Sen shu yerda meni kutib tur, hozir tez kelaman. Yo'q, Kapot, to'xta, iltimos. Qayt, yur, ketdik. Senga hech narsa kerak emas. Erta hamma senga kerakli narsalar bor o'sha. Lekin erta aniq telefonim yo'q, u uyda yotibdi. Menga ishon, Kapot, erta hamma narsa bor. Telefoning ham, sandig'ingdagi narsalar ham. Men hammasini nusxalashtirdim. To'xta, sen qanaqa qilib hamma narsani nusxalashtirishing mumkin? Senga aytayapman-ku, Kapot, hamma narsa tayyor. Tezroq pastga tushimiz kerak. Ana tsunami kelayotganga o'xshaydi. Ketdik. Yer qimirlayaptimi? Ha, men ham buni sezyapman. Tezroq ketishimiz kerak, xavfsiz joyga, qayoqqa bo'lsa ham. Bo'ldi, Kapot, hammasi joyida. Yaxshi, biz endi xavfsizlikda bo'lamiz. Biz allaqachon pastga tushyapmiz. Ha, Jitil, xavfsizlikda bo'lganimiz yaxshi, lekin endi nima qilamiz? Hamma qishlog'imiz yuvilib ketadi. Sen xavotir olma, Kapot, aytayapman-ku, muammo yo'q. Nima deganing bu? Qanaqasiga muammo bo'lmasligi mumkin? Bizani hamma yaxshi ko'rgan uylarimiz, fermalarimiz buzilib ketadi hozir. Kapot, men senga aytayapman-ku, men juda ham yaxshi tayyorlanganman. Buni ma'nosiga umuman tushunmayman. Qachon kelamiz o'zi? Xavotir olma, Kapot, biz yetib keldik. Nima? Qanaqa joy bu o'zi?
Men butun qishlog'imizni nusxalashtirdim va uni yerini tagiga boshqatdan qurdim. Jidil, sen geniysan. Ha mayli Kompot, uyaltirma. Sen buni umuman qanaqa qilding? Sen hammamizni qutqarding va bizning uylarimizni ham. Boshida men shunchaki bunker qurishni o'ylayotgandim. Keyin esa o'ylab qoldim, bizning uylarimizga nima bo'ladi? Bizning butun qishlog'imiz yo'lib ketadi-ku. Shuning uchun hamma narsani nusxalashtirishga qaror qildim va uni hammasini shoqqa olib keldim. Sen rostdan ham har bitta o'tni ham nusxalashtiribsan. Buni qaranglar do'stlar, hamma narsa bir xil. U yoqdagi guli ham xuddi tepada qanaqa bo'lsa shundoq turibdi. Ha Kompot, faqatgina bitta muammo bu yorug'lik. To'xta Jitil, agar sen hamma narsani ko'chirgan bo'lsang, sen meni uyimni ham ko'chirgansan va uni ichidagi sekretni sandig'imni ham ko'chirgansan. Uni ichiga ham narsalarni qo'yganmisan. Oy Kompot, men uncha buni eslolmayman. 3 kun qurdim axir bu hamma narsani. Unda men buni hozir o'zim tekshirib ko'raman. Do'stlar, bo'lishi mumkin emas. Agar u uni ham qurgan bo'lsa, bilmadim. Uni dunyodagi eng yaxshi usta deb tan olgan bo'lardim. Buni qaranglar, sandig'imning ichida ham xuddi o'sha narsalarim turibdi. Hattoki telefonim ham turibdi. U buni qanaqa qilib qildi ekan? Hamma narsani to'g'rilabdi. To'xtanglar, sekretni sandig'imni ham tekshirib ko'ramiz. Men ishonmayman u buni ham qurganiga. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U buni ham qo'yibdi. Ichidagi narsalar-chi? Ichidagi narsalarni ham qo'yibdi. Bo'lishi mumkin emas. U buni qanaqa qilib qildi? Do'stlar, u shunchaki sehrgar, fokusnik, bilmayman umuman. Mana endi yorug'likdan muammo yo'q. Uning ichida fonarim ham bor edi. Kompot, menda yana bitta muammo bor. Men hamma narsani shundoqligicha ko'chirdim, lekin fermani qila olmadim. Bu yerda negadir hech narsa o'smaydi. Sen bilmaysanmi? Men hamma ko'katlarni ekib ko'rdim, kartoshka ham, lekin hech narsa o'smadi. Menimcha men muammo nimaligini bilaman. Hozir kutib tur, men hamma narsalarimni olaman. Fermerlik uchun hamma narsam bor ekan bu yoqda va qo'shimchasiga men fakirlarni ham olaman. Xo'sh, Jitil, sen hech narsa o'smayapti deding, to'g'rimi? Qani endi buni sinab ko'ramiz. Bu yoqni qaziymiz va ustiga ekamiz, lekin negadir ekilmayapti. Endi fakirlarni bu yoqqa qo'yib chiqamiz, hamma joyni yoritamiz. Bu yoqqa va bu yoqqa ham. Qani endi sinab ko'ramiz. Ekamiz va o'xshadi. Ha, to'g'ri, qanaqa qilib men yorug'lik haqida unutib qo'ydim. Ha, Jitil, endi shunchaki hamma joyni yoritib chiqish kerak va hamma narsani eksa bo'ladi. Kompot, sana juda ham ko'p yordaming kerak. Unda nimani kutyapmiz? Ishni boshladik. Jitil, biz buni qildik. Qara, hamma joy endi yoriq va nima kerak bo'lsa hammasi o'sib turibdi. Ha Kompot, endi tsunami hech qanaqa muammo emas. Biz bu yoqda xohlaganimizcha qolishimiz mumkin. Yo'q, yo'q, bu nima? Buni qara, bu yoqda nima? Suv kelyaptimi? Uje tsunami boshlanganga o'xshaydi. Buni nima qilish kerak? O yo'q Kompot, tsunami liftni buzib yuborganga o'xshaydi. Ha, men buni ko'rib turibman, lekin endi nima qilamiz? Tepaga chiqa olmaymizmi boshqa? Kompot, nima deb o'ylaysan? Bizga endi u joy kerak bo'ladimi, yo'qmi umuman? Ha, suvga qaraganda tepa uje yo'q bo'lib ketgan bo'lsa kerak. Lift ham uje buzilib ketdi-ku. Kompot, bu liftni tezda tuzatish kerak. Senda qanaqadir bloklar bormi? Yo'q, lekin menda temir bor. Uyimda ham yana ko'proq bo'lishi kerak. Men ulardan temir bloklar yasa olaman. Hozir hammasini qilaman. Bo'ldi, men 13 ta blok yasadim. Bu yetadi deb o'ylayman. Qani qochib turinglar. Vau, buni qaranglar, suv uchi 2 barobarga ko'payib ketibdi-ku. Kirish joyini yopish kerak. Qani ket, bo'ldi. Qani boshqa taraflarini ham, bu tarafini ham va orqa tarafini ham hamma joyini yopish kerak. Tezroq. Menimcha bo'ldi. Blokim ozgina yetmay qoldi hamma joyini yopib chiqishga, lekin hech bo'lmaganda shu narsa bor. Suv ketdi. Bo'ldi Kompot, umid qilamanki bu yoqqa tsunami kela olmaydi. Hammasi joyida. Biz xavfsiz yerni tagidamiz. Ha, to'g'ri aytasan. Yerni tagiga himoyalanish uchun eng yaxshi joy, hamma joy yopiq, lekin bittagina muammo faqat lift. Ha Kompot, lekin xavfsiz joydamiz. Ozgina kutishimiz kerak bo'ldi. Ha, to'g'ri, lekin bu yoqda ozgina zerkarliroq. Bu yerda hech qanaqa o'ynash uchun narsa yo'q. Antenna ham ishlamaydi telefon uchun. Yedinglar, buni qaranglar, men nima topdim. Sizlar ishonmaysizlar bunga. Tezroq kelinglar, buni qaranglar, bu yerda nima bor? Kattagina izmurud. Ha. Oppa, Jitil, sen bu yerda izmurudni qonini topibsan-ku. Umuman olganda uni kim topsa o'sha oladi va buni men topdim. Ha. Yo'q, bu nohaqlik. Bu joyni men qurdim va bu yoqqa men birinchi keldim. Buning uchun bu meniki. Bolalar, sizlar nima deysizlar bilmadim, lekin kim birinchi qazosi o'shaniki. Yo'q, buni men topdim. Bu meniki, axir men topganman. Ha, mayli, ko'p olmayman, bo'ldi. Mana Kompot, endi zerikmaymiz, qilishga ishimiz bor. Ha, Jitil, bunisi endi aniq. Hozir men hammani chaqirib kelaman. Mana do'stlar, bugun
Oldingi videoda biz sunamidan berkindik. Aman o'ylayotgandim bu quduq qayoqqa ketib qoldi suv deb. Mana u qayoqqa olib kelar ekan. Yerni tagida bizani qishlog'imiz. Bu o'ylayapsizlarmi? Mana endi bizani ikkita qishlog'imiz bor. Kelinglar uni qishloq 2-chi deb nomlaymiz. Hammanglar sizlarga video yoqqan bo'lsa like bosinglar va obuna bo'lishni ham esdan chiqarmanglar. Hammaga rahmat.